osmonimda quyosh kulgan kun dunyoga kelding bo'ldim butun duolarim bo'lgan ijobat o'g'lim bugun sen tug'ilgan kun otam onam degan so'zing bir baxt sen mevamiz biz bir daraxt jannatlarda qurib bergin taxt ko'zim qorasi qalbim donasi umidim hayotim ertasi Allohim bergan sevgi mevasi ko'ray baxtingni bolajonginam yuragim parchasi parchasi umidim hayotim ertasi Allohim bergan sevgi mevasi ko'ray baxtingni bolajonginam yuragim parchasi parchasi salomlar sen uchun oyijoning erkasi andijoning ertasi hayotimiz mazmuni san biz uchun erga doim tavallud kuning bugun sho'x sadolar jaranglaydi sen uchun baxtimiz kelajagi sog'lig'ingning keragi bu qo'shig'imiz hadyadir sen uchun mag'rur o'g'lonim inson bo'l chinnakam mard bo'lgin pahlavonim oilam qo'rg'oni yurtimning bek sultoni buyugim bergan baxtim o'g'lonim shirin doim tavallud kuning bugun eng sara sovg'a salomlar sen uchun oyijoning erkasi andijoning ertasi hayotimiz mazmuni san biz uchun
kelajagi, sog'lig'ingning keragi. Bu qo'shig'imiz hadyadir sen uchun.
mayli yomg'ir, mayli qor yog'sin. To'y tomonga shoshar qadamlar. Qayda bo'lman Xudo yor bo'lsin, to'yni yaxshi ko'rgan yaxshi odamlar. Aziz mehmonlarimiz, mana bugun Istanbul shahrining Jon düğün saloniga to'yga tashrif buyurdik. Mana shu to'yga tashrif buyurishimizdan maqsad esa mana shu Istanbulda tanilgan ukamiz Bahramjon bilan kelinimiz Fatibonxonlarning jajjigina to'ng'ich farzandlari bo'lgan Mahmadalining 1 yosh tavallud kuniga tashrif buyurdik. Nima deymiz? Avvalambor Allohdan mana shu jajjigina nabiramizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Nasib qilsa 1 yosh to'lgan kun tavallud kuni qutli muborak bo'lsin. Ota-onasiga, elimizga eng kerakli farzandlardan biri bo'lsin deymiz. Bu oqshom to'ylarida jajjigina Mahmadalining DJ Ro'son ukamiz hamda mana shu yerda ammasi bilan birgalikda to'yni juda ajoyib, chiroyli qilib o'tkazamiz deb niyatdamiz.
rahmatlim. Öylesine görmedin, döktü saçlarını, ağırtı gurbet. El ersede ben murada ermedim, düğünde bayramda, ağlattı gurbet. Nice yabancıya açmış bağrını, kucaklamış topağını sarını, hasretin derdini en ağrını bölüştürdü bize, dağıttı gurbet. Bir verdiyse iki aldı, üç aldı. Gördük, duyduk ne yuvaları dağıldı. Ayrılanlar, ağlayanlar çoğaldı. Maalesef bizleri aldattı gurbet. Ne yuvaları dağıttı gurbet. Ana indi aziz mehmonlarimiz, joylaringizdan turib, Guldiroz qarsaklar ostida kechamiz yulduzlarini davramizga, sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat aziz mehmonlarimiz, Guldiroz qarsaklaringiz bilan. Assalom sizlarga el insonlari. Assalom sizlarga yurt ayollari. Lola kabi ochilgan gul g'unchalari, alpomish yigitlari, chevar qizlari. Assalomu alaykum. Qalbi daryo, mehri giyo, jondan aziz, dilga yaqin bo'lgan barcha aziz mehmonlarimiz. Xush kelibsizlar bugun Mahmadalining bir yosh tavallud kuniga deymiz. Aziz mehmonlarimiz, ko'rib turganingizdek, bu kecha Istanbul shahrining jon düğün salonida bizning Ma'dani shahrimizning Farg'on yigitlaridan, albatta mana shu yerda Bahram ukamizning o'zining nikoh to'yiga tashrif berish niyat qiladi. Mana bugun jajjigina farzandining tavallud kuniga tashrif bergan, nasib qilgan ekan. Avvalambor Bahramjon kelinimiz Fatimaxon o'g'lingizning Mahmadalining bir yosh tavallud kuni qutlu muborak bo'lsin deymiz. Nasib qilsa ota-onasiga, elimizga, xalqimizga eng bir kerakli farzandlardan biri bo'lib yetishsin deymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu kecha Qo'shqoqlar oilasida Bahramjon, Fatimaxon kelinlarimizning to'ng'ich farzandlari bo'lgan Mahmadali ko'rib turibsiz, ana 1 yoshga qadam qo'ydi. Mana shu qo'ygan qutlu qadamlar qutlu muborak bo'lsin. Mahmadali jon uchun Guldiroz qarsaklar bo'lsin. Salomat bo'lingizlar, qo'llaringiz dard ko'rmasin deymiz. Aziz mehmonlarimiz, shuningdek bugungi kechamizda jon düğün salonida bo'layotgan Mahmadalining bugungi 1 yosh tavallud kunini ochib berishi tabrik so'znomasini albatta mana shu yerda
Bahramjonning otasi Mahmadoliga bobo bo'ladi. Xo'shvaqt bobosi keling, sizni to'y mikrofoniga taklif qilamiz. Keling, Xo'shvaqt bobosi tabrik so'z qiladi. To'y mikrofoni sizga montajdir. To'y kuni aytilgan tilaklar yaxshi. To'y kuni yangragan yallolar yaxshi. To'y kuni bobojonim aytadir ajoyib dil so'z. Aziz mehmonlar bo'lingiz, kechamiz nashrib. Assalomu alaykum akamiz, xush keldingiz. To'yingiz muborak bo'lsin. Nabirangizning 1 yosh tug'ilgan kuni qutlu bo'lsin. Doim xonadoningizda to'ylar ovozi parallel yayraversin deymizda. Ana endi to'yni ochilishi tabrik so'zlamatini sizdan eshitib qolamiz. Rahmat. Zotagan aziz mehmonlar. Mana bugun nevaram bilan xo'sh kelibsizlar. Nimani? Hamsha. Katta bo'lib, dasturdan azaytuvlar bilan kelganlar o'tiraydi. Mana to'yimiz to'g'ri ochiqda e'lon qilamiz. Rahmat. Rahmat, bobojonim Gulroz asaylar bilan to'yimizni ochildi deb e'lon qilamiz. Ro'zg'orjon qondilar. O'g'il bolani berganda Xudo boshidan davlatin sochib qo'yarkan. Qizaloqni ravon ko'rganda Alloh jannat eshiklarini ochib qo'yarkan. Farzand bu oilaning ko'ngil ziynati. Farzandni oilaning bo'lmas g'iybati. Mana shunday farzandni ulg'aytgandan keyin el araqar qilib shoni shuhrati. Birdan bir tilagim baxtli bo'linglar. Yaxshi turmush qilib davron suringlar. Xalqimiz aytadir, o'zbekka ayib yo'q. Keng hovli to'yguncha farzand beringlar. To'y bo'lsin, to'ylaringiz yana bir marta muborak bo'lsin deymiz. Rahmat aziz mehmonlarimiz, ana endi hurmatli mehmonlarimiz, mana shu yerda Bahramjonni, Madimaxon kelinimizni hurmat izzat qilib kelgan do'sti yorlari, Xo'shvaqt akamizni, yangamizni hurmat qilib kelgan qavm qarindoshlari, ko'rib turganingizdek davrimizga keng yozilgan stollar boshiga barchalaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Hammalaringizga yetishi qayda tilagan holda yaqinda ishtaha tilaymiz aziz mehmonlarimiz. Hurmatli mehmonlarimiz, o'zlaringiz bilasizlar, har bir to'y qo'shiqsiz, kuysiz o'tmaydi. Bugungi Mahmadolining 1 yosh tug'ilgan tavallud kuniga mana bizning Mag'darli shahrimizda tanilgan, ayni zamanda Istanbul shahrida o'z san'atiga davom etayotgan DJ Rostam bilan birgalikda mana bugungi Mahmadolining 1 yosh tavallud kunini chiroyli qilib o'tkazamiz degan niyatdamiz. Shuning bilan birgalikda ko'rib turganingizdek, Bahram Production ekiblari, to'y sohibi ekiblari davramizda, to'yimizda xizmatlaringizda bo'ladi. Ana endi azizlar, sizlar yemak vaqtida sizlar o'ynaydigan emas, sizlar tinglaydigan to'yg'isol sharqlardan bo'lsin-da, barchalaringizga ola kayfiyat tilaymiz. Aziz mehmonlarimiz, sizlar uchun duygusal shartlarimizni
vatanımızdan nefsine vatanımızdan gerekli ağlı başla yapmayla olur. Heyecan.
Sevgin ezgi bu kızman Kızışman birden Sevgin ezgi bu kızman Kızışman birden Lazgini oynar Lazgini oynar Kalsın her dem Kalsın her dem Aha 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 Vaha 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 Aha 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 işte Vaha vaha vaha
Otalarımızın konuşuyor ya. Otalarımız çok. TikTok'ta dolaşırken bir kızı gördüm. Daha önce böylesini görmedim. Of ya senin aslanın olayım. Dilleri ince, saçları sırma, gözleri avu, ceylan gibi kıza bak. Dilleri ince, saçları sırma, gözleri avu, ceylan gibi kıza bak. Bak bak, ellere bak, elma yanak yüzlere bak. Çak çak, gel beni yak, taş gibi kızsın maşallah. Bak bak, ellere bak, elma yanak yüzlere bak. Çak çak, gel beni yak, taş gibi kızsın maşallah. Yüzleri yılma, sözleri nazik, ledleri kiraz. Kıza bak, kıza bak, kıza bak. Yüzleri yılma, sözleri nazik, ledleri kiraz. Anasına kızışı. Bak bak, ellere bak, elma yanak yüzlere bak. Yak yak, gel beni yak, taş gibi kızsın maşallah. Bak bak, ellere bak, elma yanak yüzlere bak. Yak yak, gel beni yak, taş gibi kızsın maşallah. Bak bak, ellere bak, elma yanak yüzlere bak. Yak yak, gel beni yak, taş gibi kızsın maşallah. Bak bak, ellere bak, elma yanak yüzlere bak. Yak yak, gel beni yak, taş gibi kızsın maşallah.
bo'lingizlar azizlar. Salomat bo'lingizlar. Aziz mehmonlarimiz, ko'rib turganingizdek, Mahmud Alijonning bugungi tavallud kuni juda ajoyib qo'shiqlar, yaxshi raqslar bilan davom etyapti, yaxshi chiroyli qo'shiqlar bilan boshlanib ketdi. Endi esa hurmatli mehmonlarimiz, mana ko'rib turganingizdek, to'y egalari tomonidan davramizga eng yaxshi o'ynagan mehmonlarimiz uchun prizlarimiz kelib chiqadi. Hozir davramizga prizlarimiz uchun mana shu yerda 3 ta turk arkadaşlarimizdan ismlarini bilmaymiz. Beknazar aka, keling, ismlarini aytib berasiz. Değerli misafirlerimiz, Türk arkadaşlarımızdan Işıl, Borcu, yanındaki ablamız, sizi de davet ediyoruz. Sanatkorlarımız, Rasajon, chiroyligina sazlar ostida. Ammajon, keling, mana shu prizlarni topshirasiz. Ha! Давайте. Borcu, Işıl. Ha! Ha! Birlikte. Sağlarını topşırın. Ha! Ha! Birlikte. Topşırın, dinleme. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Değerli misafirlerimiz, ayaklarınızı sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yana aziz mehmonlarimizdan Loiza, Zulxumar, Roshana. Mana shu yerda Bahrom akamizning kollektivlaridan. Kelingizlar. Loiza, Roshana, Zulxumar. Qani! Ahay! Ha! Kelingizlar, singillarimiz. Stay. Ha! Aynen öyle bana. Ha! Ha! Stay. Ha! 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 Böyle gelmez bir canlarına. Aman böyle güzel. Aman böyle güzel. Salomat bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Prizga chiqqan mehmonlarimiz doim to'ylarda o'ynab kelish muyassar etsin deymiz. Sizlarga ham to'ylarda qaysin deymizda. Ana endi Maqnodolni tabriklaydigan, 1 yosh tug'ilgani bilan tabriklaydigan mehmonlarimiz bor bo'lsa agar, bemalol kelib ismlaringizni yozdirib ketishlaringiz mumkin. So'zga chiqadigan mehmonlarimiz bo'lsa, sizlar uchun mana bu agar mikrofonlarimiz sizlarga qarashadi, tabriklaydigan, so'zga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, agar so'zga chiqadigan mehmonlarimiz yo'q bo'lsa, mana shu yerda opajonlarimiz, xolajonlarimiz iltimos qilishyapti, eski qo'shiqlardan og'zingizdan bo'lsin deb. Qani, opajonlarimiz, sizlar uchun mana shu qo'shiqlarni kelingizlar, to'y egalari. Kelingizlar, o'zbekistonlik mehmonlarimiz. Ha! Qani, ustoza. Stay.
Ozlikcha qo'shiqlarimiz. Ozlik Samit mehmonlarimiz. İşte
Your shit and go. Walks my girlfriend. I think you want to look at the situation. Come directly into me. And receive. Here we go.
Sanatçılarımız rahmat. Mağazamızda yaşı verin azgın balarımız. Thank you.
Rahmat aziz mehmonlarimiz, hurmatli mehmonlarimiz. Mana to'yimiz juda ajoyib qiziqarli o'tyapti. Mahmadovning yosh, yana 1 yosh tavallud kuni. Endi mana shu yerda Azamat oshnasi tomonidan 100 TL, Doniyor oshnasi tomonidan 100 TL davramizga prizga qo'yilgandi. Hozir kelinlarimizdan, yana Bahramning kelinlari, oshna do'st. Maxtum oshnasidan 100 TL priz Rangina kelinimiz. Sizni taklif qilamiz. Roza kelinimiz hamda Muniraxon kelinlarimiz. Kelingizlar, oshna do'stlaridan Roza, Munira, Rangina. Mana kelingizlar. Mana kelinlari. Kelmaları tabriklayman. Kelimiz tabriklaymiz. Salomat bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Rahmat. Oshlari priz qo'ygan oshlari sizlarga ham to'ylaringizda qaysi demizda. Ana endi yana prizlarimiz bor. Hozir prizlarimiz shu. Opajonimiz kimlarni taklif qilamiz prizlarimizga? Tajihal hamsiyasi. Bahramning Xayriddin oshnasidan yana 200 TL priz davramizga kelib tushdi. Bahramjonning bizning Istanbul shahrida o'zining yana ishlari bilan davom ettirayotgan, xizmat ko'rsatayotgan shirkat sohibi Xayriddin akamiz tomonidan 200 TL priz davramizga kelib tushdi. Endi opamiz keling, prizlarimiz uchun mehmonlarimizning ismlarini ayting. Vaqtimiz ketmasdan. Hamsiyasi davramizda bormi? Yo'qmi? Hamda mana shu yerda O'zbekistonlik mehmonlarimiz bordi. Kelingizlar, sizlarni ham prizga taklif qilamiz. O'zbekistonlik mehmonlarimiz, san'atkorlarimiz, Rasuljon chiroyligina sozlar ostida O'zbekistondan kelgan aziz mehmonlarimiz. Qani? Kelingizlar. Ha! Kelingizlar. Qo'shlari O'zbekistonlik mehmonlarimiz. Qani? O'zbekistonlik mehmonlarni olib chiqing. Tajihal opamiz qo'shlardan. Qani? Kelingizlar. O'zbekistonlik mehmonlarimiz. Ishting. Ay. Ha. Ha. O'yna. Qani? Topshiring. Mehmonlarimizga prezlarni. Qani? Singillarimiz, otalarimiz o'ynangizlar. Topshiring. Qani? Kelingizlar. Prezlarni topshiring. Mana shu mehmonlarimiz shu. Prezlarni beringizlar, to'y egalari. Qo'shishmasin. Ha! Fatimaxonning Gulnora ammasi. Gulnoraxon. Qayerga ketdingiz? Qani, keling. Qani, bitta ish qilib o'ynab bering. Gulnoraxon. Keling. Ha! Fatimaxonning Gulnoraxon ammasi. 100 tane prezimizga. Qani? Rahmat. Değerli misafirlerimiz, şimdi ağzımızı tatlandıralım. Davramızga
Jajjigina Mahmadoli bilan shirinlik tortlarini birgalikda olib kelingizlar. Qani pastalar davrimizga kelsin. Bahromjon, Fatimaxon, o'rtaga sizlarni taklif qilamiz. Shirinlik tortlari boshiga. Shirinlik tortlari davrimizga kelsinlar. Mahmadolining 1 yosh tavallud kuniga atalgan. Bo'lmasa mana shuga kelingizlar. Qo'yidalari Bahrom Fatimalar. Qara. Yo'qchilik ayolga emas, erkakka kelar ekan sizlar. Tanur hasratga elgan ko'ngil ko'rinar. Ko'z yoshing yog'maydi zamin sho'rini. Ba'zan birda ham topolmay qolar ekan ko'rina. Yo'qchilik yiqtar yigit zonina. So'zing ham o'tmay qolar ekan joy. Qo'shadi oshna og'ayni seni ko'rgan choq. Qani ishongan bor, suyangan bor. Yo'qchilik yiqtar yigit zonina. Mana shunday Bahramday polvon yigitlarimiz Turkmanistonda ko'payaversin demizda, ana endi shirinlik tortlarini kichkina farzandingiz Mahmadoliga qo'llarni birgalikda olishib shirinlik tortlarini taqdim etgaysizlar. Mamasi bilan babasi sizlar ham kelingizlar. Bolajon ko'yishing bunchalar go'zal. Yuraklar qo'yilib kelmoqda g'azab. Ona zaminimda baxtiyor o'z kelib. Nur to'la ko'zlaring ko'rmasin zavol. Farzand bu oilaning ko'ngil ziynati. Farzandli oilaning bo'lmas g'iybati. Mana shunday farzandni ulg'aytganlarning ana tarqalib ishonib shukrati. Har kim shunday to'ylarga yetsin. To'ylar qilsin elning oldidan o'tsin. Tilayman yaratgandan 5 marta har kun. Barcha mo'min musulmonlar to'ylarga yetsin. To'y bo'lsin. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Salomat bo'lingizlar. Bahromjon, siz dunyoda eng baxtli yigitlardan birisiz. Chunki hayotning taqdiriga boqing. Turkmanistonda mana shu yerga Istanbulga kelib nikoh to'yi o'ylantirdi. Mana esa farzandingizning bugun 1 yosh tavallud kunini elning oldida sochoq yozib, dasturxon yozib, elga to'y berib o'tiribsiz. Shunday baxtli insonlardan bo'lingki, mana bugun Istanbul shahrida ota-onangiz yoningizda, hech kamingiz yo'q, hech dardingiz yo'q. Kelingizlar, mana shunday ekan, babasi, mamasi sizlardan ham ikki og'iz shirin so'z jajjigina nabiralaringiz uchun eshitib qolamiz. Qo'shloq babasi farzandingizga, nabirangizga ikki og'iz shirin so'z qilib qolasiz. Rahmat. Yaxshi to'ylaringizni amin. Hamza qo'yib berishgan. Hamza Rahmat, babasi ana endi momajoni sizdan ham eshitib qolamiz. Nabirangizga ezgu istaklaringiz bo'lmaydi, gapirmaydigan degani yo'q, bo'lmaydi. Qana? Har bir katta o'ynab qo'ying. Yashirib Bebara uzoq yashasın. Ona aytasan.
Ota-onasiga vafoli jigit qo'lga tushsin. Hamisha qo'yib yurtinglar. Hammangizga rahmat. Rahmat Yildiroz qarzliklar uchun. Ana endi hurmatli mehmonlarimiz, Bahromjon Fatimaxon kelinimiz valizga tayyorgarlik ko'rasiz. Oshna do'stlari, kelinlarni olib tayyorgarlik ko'ringizlar. Keyin chiqolmay qolib denangizlar valizga. Hozir Rasuljon, DJ Rasul, Bahromjon Fatimaxon kelinlarimiz hamda do'stlari oshlari uchun valiz hammalaringizni taklif qilib qolamiz. Dunyoning shodligi yig'ilsa bitir. Do'stlar diydoridan qo'lanimasi ustun. Do'stlik bo'lsa, teng bo'lsa, yuragi bag'ri keng bo'lsa, mehnatda ham rohati, doim hamrohlik bo'lsa. Do'stsiz boshim, do'stsiz oshim deydilar. Do'st yo'q kishini aytuvchi kim deydilar deb, ana endi valizga taklif qilamiz. Bahrom, Fatimaxon, oshna do'stlar. Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldum, aşım oldum ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sussam. Koca dünya dönüyordum, içinde yoktum. Sevdalı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kalbim güldü. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen
kolunda çelek Su doldurup min helek Yavru kolunda çelek Su doldurup min helek Kuşuna karşı büyüyen helek sen helek Şarabında aslanlar Şurada aslanlar Aşklar söz sağda sakırlar Bıkmırık yar bugün Tümlü kafalar Aşklar söz sağda sakırlar
Comfort
Bye.
Ana endi o'zlaringiz bilasizlar, vaqtimiz 11 ga qadar chegaralangan. Mehmonlarimiz bor edi. Bugungi Mahmadali nabiramizning 1 yosh tug'ilgan kuni juda ajoyib qiziqarli o'tdi. Barcha aziz mehmonlarimiz, to'y egalari tomonidan kelganlaringizga katta rahmatlar aytamiz. Ana endi to'yni jamlagan holda duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deb mana shu yerda xo'shbaxt bobosi Aysha mamasi kelingizlar. Nabiralaringiz uchun chiroyligina to'yimizni jamlagan holda duo bersangiz. Keling, xo'shbaxt bobosi Aysha mamasi sizni ham taklif qilamiz. Bugun mana Mahmadolining 1 yosh tavallud kuni juda ajoyib qiziqarli o'tdi. Mana shu to'yimizni jamlagan holda nabirangiz uchun chiroyligina duo bersangiz. To'g'rimi? Aziz mehmonlarimiz, qani keling bobosi. Mehmonim, hamsa to'yxona bo'ladi. Shu yerda to'y qilgan. Hamsa Alloh. Amin. Aytganingiz bajo kelsin. Salomat bo'ling. Mana shu yerda aziz mehmonlarimiz to'yimizni boshidan oxirigacha video tasvirga olgan rahmat. Mana shu yerda Bahram Production ekiplari Ilhomjon iloyim el xizmatida yuring deymiz. Hamda to'yni boshidan oxirigacha chiroyli qo'shiqlari bilan barchani lol qoldirib o'ynatgan DJ Rustam doim el xizmatida yuring demizda. Hammalaringizga katta rahmatlar aytamiz. Sizlar uchun zakljuchetillar bitta qo'shiq bo'ladi, keyin to'yimizga yakun yasaymiz. Yigitlarimiz, armonda qolmangizlar. Zakljuchetillar sizlar uchun. Bolalikdan
Hoş